Tulki dalada aylanib yurganmish. Qarasa dalani o'rtasida kattakon lahm go'sht turibdi. Tulki hayron bo'lib, uzoqdan go'sht atrofini bir aylanibdi. Tekshirib ko'raychi nima ekan bu deb. Keyin kattakon tuzog'i tulki sezib qopti. deb tulki sekin orqaga chekinib, daraxt soyasini tagiga borib, go'sht kuzatib o'tirganmish. Bo'ri kepti o'sha payt. Go'sht ko'rib qopti bo'ri. Tulki, "Hoy ayyor tulki, nimaga go'sht yemayapsan? To'g'ringda turibdi, ko'rdingmi?" debdi. "Voy bo'rijon, yaxshimisan? Men bugun ro'za tutgan edim. Qornim shunaqangi och, lekin yeyolmayman. Bu go'sht kimga nasib qilarkin deb qarab turdim" debdi. Bo'ri xursand bo'lib yugurib borib go'shtga tashlandi. Go'sht yoniga yaqinlashganda bitta narsa portlab ketibdi. Bo'ri uchib tushibdi. Oyoqlari shilingan, qo'llari qon ekan. Bo'ri jon holatda yotibdi. Tulki yugurib kelib go'sht yeb qo'yibdi. Bo'ri jon holatda, "Hoy ayyor tulki, yolg'onchi tulki. Sen men bugun ro'zadorman deb aytding. Nimaga go'sht yeb qo'yding?" desa, "Bo'rijon, men seni kutayotgandim, bilasanmi? Rahmat senga yana takror. Qornim to'ydi. Hamma yog'im butun" deb qornini silab, dumini likillatib uyga ketibdi. Har ko'rgan go'shtinglarga tashlanavermanglar. Oqibatda bo'rini ahvoliga tushib qolishinglar mumkin. Like bosing.